Nimaga hamma shu mahsulotdan foydalanyapti desam, qaranglar, issiq sovuqda ushaydigan bo'lar ekan, undan tashqari muzdek qilib beradigan bo'lar. Shu ko'rib turgan joylaringga akalarimiz chiroyli holatda qilib berilgan. Bu joyimizga shumkali navis qilib berilgan. Qaranglar, yursam ham ovoz eshitilmaydigan, o'g'irlar sutsa ham bilinmaydigan bo'lar. Eng asosiysi, yomg'ir yog'adigan bo'lsa ham dovush eshitilmaydigan. Shunaqa jazirama issiqda uyda ichiga ho'liga o'tkazmaydigan bo'lar ekan. Shu ko'rib turgan joylaringga 280 ming so'mdan hamma yo'g'i ichida 3 qavatli shumkali navis qilib berilgan. Eng asosiysi materiali ham baquvvat holatda ular, kraskalari eng asosiysi nima deydi, devo kraskalar bo'ladi, hech qachon zaylamaydigandan bo'ladi. Bu joyimizga ko'rganlaringizga qaranglar, falga solinadi, shunaqa panel solinadi va shunaqa tunikalardan qo'yib beriladi, sizga anchagina xizmat qilib beradi. Bu joyimiz salkam to'yxona bo'ladi. Guzarimizga qilib berilgan 15 metrga bez ustunsiz, 18 metr joyimizga общий 75 million atrofiga tayyorlab berilgan. Bunaqasi bo'lmagan. Siz ham o'z xonadoningizga qildirmoqchi bo'lsangiz, Navesadi shumkali va undan tashqari leksanli varianti bilan garantiya bilan qilib berishadi. Bunaqa arzon ustalar hech qayerdan topa olmaysiz. Pastda nomerlar bor, telefon qilib Ravshan Medolni o'z xizmatlarini qilib beringlar.